O'rtoqlar vaqt tugadi. Ancha osonroq tushuntirish. Nima his qildinglar bo'lishinglar? Talab qilishdan oldin bilish kerak. Menda masalan so'z boyligi ko'proq kerak. Yana nima muhim ekan? Qayta aloqa o'rtoqlar. Qayta aloqa. Tushunyaptimi inson? O'zi seni eshityaptimi? Tasavvuringlar bir xilmi? To'g'ri chizyaptimi? Bajaryaptimi vazifani? Yo'qmi? To'g'rimi? Qanchalik sizlarni to'g'ri tushunayotgan bo'lsa, siz to'g'ri tushuntirib bergan bo'lishingiz mumkin. Biz zo'r vazifa berdik deb o'ylaymiz-ku. Lekin vazifani olgan xodimimizda umuman boshqa tasavvur, boshqa kartina bo'ladi. Shuning uchun agar bizda hozirgi упражнениядagi oraliq nazorat bor bo'lsa, biz tushuna olamiz, u to'g'ri yo'lda ketyaptimi yo'qmi. Aslida undan oldingi variantda oraliq nazorat yo'q edi. Yakuniy nazorat bor edi, to'g'rimi? Oxirida rezultat ko'rishingiz mumkin edi. Lekin hozir men ko'rib turinglar dedim, nima chizyapti. Ya'ni siz jarayondan xabardorsiz, savol bera olasiz, vaqtida to'xtata olasiz, vaqtida korreksirovka qila olasiz, to'g'rilay olasiz, to'g'rimi? Shunga qarab Bu narsa vazifani siz kutganingizdek bo'lishiga olib keladi. Bu narsa bo'lish uchun sizlarda kommunikatsiya bo'lishi kerak o'rtoqlar, muloqot bo'lishi kerak. Muloqot deganda vechni gaplashib yurishinglar kerak degani emas. Kommunikatsiya darsigacha borsanglar, tushunasizlar, biz xodimlar bilan muloqot qilishimizni va xodimlar biz bilan muloqot qilishini kanallari juda ham ko'p. Ya'ni manbalari, yo'llari juda ham ko'p. Bu faqat mana og'zaki gaplashish emas. Bu birinchi o'yinimiz, ikkinchi o'yinimizni birpas turib qilamiz. Hozir tez tanishib olamiz. Farm kompaniya. Nechta? 50 ga yaqin. 200 dan ortiq xodimlar ishlaydi. 70 ga yaqin xodim ishlaydi. 30 tagacha yaqin xodim bor. Oshxona anjomlari bo'yicha savdo sotiq qilamiz. 70 ta, 50 ta, 100 tagacha qiladi ko'p ta'sischisi. 70 ta xodimda 40 ta robotda 30 ta sanashda 30 ta xodim bor. Armstrong patologlari bo'yicha shug'ullanamiz. Import eksportda 60 dan ziyod xotin-qizlarimiz bor. Savol beraveramiz, men javob beraveraman, nima vaziyat bo'lsa. Icharilikda umuman xabarim yo'q. Sotuv bo'limida doim operator bo'lib ishlayman. Qiziqdim, rosa qiziqdim. Sizga savolim shuki, men shuni eplab keta olamanmi? Shu tomonda nima yo'q, oldin ishlamaganman-da bu sohada demoqchiman. HR bo'la olamanmi? HR bo'lish uchun odamlarni yaxshi ko'rish kerak, sabrli bo'lish kerak. Ha. Strategik ko'rish bilish kerak, ya'ni oldindan ko'ra bilishingiz kerak vaziyatlarni. Jamoada yaxshi ishlay olishingiz kerak va natijaviy bo'lishingiz kerak. Shunaqa bo'lsangiz eplay olasiz. Va tahlil qilishni bilish kerak odam. Bo'ldi, shu sifatlaringiz bo'lsa, u yog'iga eplab ketish qiyin emas. Mana shu kursni o'tsangiz, garantiya beraman, eplab ketasiz. Bu 20 yillik tajribani eng life hacklar bo'pshi. Men hozir bu HR o'sha 2 oylik kursda o'zimiz endi qarovim ko'proq maishiy ishlab chiqarish anaqalar, men o'zimga kerakli narsalarni ola olamanmi farq yo'nalishda aynan. Любой yo'nalishga to'g'ri keladi. Bu kurs любой sohaga to'g'ri keladi. Sizlardan tashqari nechta sohalar, nechta patok o'qib chiqqan, hozirgacha mana bu kurs bilan undan oldingi kurs почти 16 ta patok o'qigan. Hamma sohalar o'qib chiqqan. Men o'shaning uchun uverен aytaman, любой sohaga to'g'ri keladi. Bergan instrumentim любой sohaga to'g'ri keladi. Bitta gumonim, ya'ni shubham bor, sityovoy marketing bor. Sityovoy marketing вообще tarqadi. Ularni na muhit yarata olasan, na kommunikatsiyani ushlay olasan, ya'ni ushlasa bo'ladi-yu, lekin mana shu yerdagi 100% hamma sityovoy marketingga to'g'ri keladi deb aytolmayman. Qolgan hamma sohalarga to'g'ri keladi. Qanchalik ko'p erkinlik berib yuborsa, o'zi o'rta bo'lmaydi xodim. Bo'lmaydi xodimlar bilan ishda. O'rta bo'ldingiz, bitta choyxona qildingiz, odamlar ba'zi bir hollarda distansiyani tushunmay qoladi. O'zidan ketish boshlaydi. Ba'zi birlar qoladi o'zining anaqasida, holatida, mas'uliyatli insonlar, subordinatsiyani tushunadigan insonlar o'zining o'rnida qoladi. Lekin ko'pincha shunaqa erkalatib yuborasizki, ular o'zini yulduz deb hisoblaydi. Yulduz deb hisoblagandan keyin men o'zim sensiz ham eplab ketaman, sen menga kerak emassan deydi. Shu bilan ketadi. No bunga bitta chet elga olib ketganingiz bo'lmaydi. Sabab ko'p situatsiyalar yig'ilib, nakopitelniy borgan bo'ladi. Siz qaysidir paytda joyga o'tkazib qo'ymagan bo'lasiz. Ya'ni joyga, endi men keskin gaplar gapiraman bu yerda srazu. No joyga o'tkazib qo'ygan, to'xtab turgan o'pkindan ketyapsan, konkretno aytish kerak edi vaqtida. Biz shunaqa paytlarda mayli zo'r ishlayapti-yu, indamay tura qoling deysiz. To'g'rimi? Hozir qo'yniga tegadi-da, shunday zo'r ishlab turganda tashiydi deysiz. No aynan o'sha joyda, issig'ida, siz qaynamaganingizda
endi vaziyat rivojlanayotganda spokойный bo'lasiz-u, gaplashish kerak ochiq. O'sha joyida gaplashsangiz, u yog'iga unaqa bo'lib ketmaydi. Tushunyapsizmi? Siz o'sha paytida mayli indamay qo'ya qol, normal ishlayapti-ku deysiz. Keyin yana bo'ladi, mayli indamay qo'ya qol. No, siz ichingizdan o'sha yig'ilib kelayotgan bo'ladi-da bu. Tushunyapsizmi? Keyin o'sha qaysidir vaziyatga kelganda siz qaynab bo'lgan bo'lasiz. Ba'zi bir hollarda keskin gaplar bo'lishi mumkin, prosta asabiylashib ketishingiz mumkin. Shuncha chidab yurdimi, tushunsa bo'lmaydimi deyishingiz mumkin. O'zi tushunmaydi. U sizdan olmagan-ku reaksiya. Mana hozir kommunikatsiya bo'ldi-yu. Biz bir-birimizga fikrimizni bildirganimizdagina bilamiz vaziyatni. No, bildirmaganimizda bilmaymiz. Agar siz o'sha payt nimadir yoqmaganini vaqtida aytmagan bo'lsangiz, u inson ekstrasens emas. Vaqtida Aytmagan bo'lsangiz, u bilmaydi. U keyin 2 marta, 3-martadan keyin aytgan bo'lsangiz, vobshe dissonans bo'ladi miyasida. Nima bo'ldi o'tgan safar indamagan deydi. Tushunyapsizmi? Ya'ni o'shanda sizga o'sha yig'il bo'lgan, avniki yig'ilmagan, o'sha paytgacha siz indamagansiz, u vashi tushunmaydi. Ana o'sha yerda nabarot konkret konflikt bo'ladi, tushunyapsizmi? Odam ichida непонятный situatsiya bo'ladi, chunki tushuntirib bera olmaydi. O'tgan safarlar indamadi, hozir ne qaynayapti deydi. Shu joyida bo'shab ketishi mumkin. Siz endigina indagan bo'lasiz o'zi. Tushundingiz? Psixologik moment bo'ladi. O'shaning uchun men aytaman, endi sezyapsizlarmi xodiminglar? Prosta nito qarash qilganini bo'ladi. Bilasiz, mandaj xodimlarimda chutda yuzi o'zgaradi-yu. Yo'q kelgan deyman. Ne yuzi o'zgaryapti deyman. Ot birinchi qolib qo'yganda, ot birinchi qolib qo'yganda chopish kerak. Chopish kerak emas, gapirish kerak. Ochiq gapirish kerak. Meni qo'ygan harakating menga yoqmayapti deyish kerak. Ya'ni bizani ichki qoidaga, qadriyatga, vaziyatga, madaniyatga to'g'ri kelmaydi deng. Ya'ni sen menga yoqmayapsan emas-da, tushunasizmi? Sen qilgan hozir ishing to'g'ri kelmayapti deyish kerak. Men endi qadriyatlarga yetib borganinglarda, men faqat qadriyat mana bor ishlagan, men faqat qadriyatga tayanib aytaman. Men qadriyatga vashqa qilgan ishing to'g'ri kelmayapti deyman. O'shanda insonni nafsoniyatiga, shaxsiyatiga umuman tegmaydi. Lekin sirazi tushunadi nima haqida gapirayotganingiz. Nima biz gapirmaymiz-ku. Tushunasizmi? Gapirmay yuraverganimizdan bizda yig'ilaveradi, unda 0 bo'ladi, 0. Ne hozir bu kirib ketdi menga deydi. Nafikni ishlamayman deydi. Siz dars tushunmaysiz. Endi gapiruvdim-ku deysiz. Endigina chiqardim ichimdagina deysiz. Ko'rdingizmi? Ikkala tomon dissonans. Shunaqa bo'lmasligi uchun vaqtida aytish kerak. Oldin keyin mana shu noto'g'ri qolsan deyish kerak. Mana harakating, mana qadriyatga, mana qoidaga, mana ichimizda gaplashilgan, kelishilgan anaqalarga to'g'ri kelmayapti deyish kerak. Ochiq aytsangiz, boshida aytsangiz, siz asabiylashmayotgan bo'lasiz. U asabiylashmayotgan bo'ladi, spokойный gapirilgan bo'ladi, eshitadi. Как только siz asabiylashdingiz, bo'ldi, uni psixikasi yopildi, eshitmaydi. Sal-pal baqirdinglar, mana psixologiyada o'qiganlar точно aytishadi. Sal-pal ovozingiz ko'tarildi, sal-pal najazd boshlandi, bo'ldi, odam yopiladi. Kim aytdi shu ish qiluvdim, indamadi, nima hozir najazd qilyapti dedi.